Ayyo, hammaga salom bo'lasizlar. Bilaman Arix. Bugungi videoda biz Artigraph serveriga qanday kirish, u yerda nimalar qilish, Artigraph serverida boshida qanday biron narsa olish va shunga o'xshash narsalar haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi navbatda sizlar Minecraftda Java versiyasidan kirishlaringiz to'g'ri keladi. Chunki Artigraph hali Bedrock versiyasi uchun mo'ljallanmagan. To'g'ri, men hozir telefondaman, lekin men mo'ljallanuvchilardan foydalanaman. Xudo xolasa, notebook'im yaqinda tuzalsa, ana shu notebook yoki yangi kompyuterdan video olishni boshlayman. Xo'p, kirgandan keyin multiplayerda bosasizlar, ko'rganingizdek Artigraph 1.16.5 versiyadan 1.21.10 versiyagacha ishlaydi. Xo'p, keyin mana add serverga bosasizlar. Keyin server name kerak emas ham, tursa ham bo'laveradi. Server adresi eng muhimi. Adresga yozasizlar. artigraph.uz va OK tugmasini bosamiz. Xo'p, OK tugmasini bosgan down tugmasini bosamiz. Sizda mana shu server chiqib kelishi kerak. Kirasiz serverga. Kirganingizda sizda menga o'xshab sirasi kirib ketmaydi bolalar. Menga o'xshab sirasi kirib ketmaydi. Sizlar kirganingizda registr so'raydi havoda. Keyin sizlar chatga kirib turib, mana registr deb yozasizlar. Mana registr deb yozasizlar. Keyin o'zingizlar parol qo'yasizlar. Masalan, 1 2 3 2 qilib mana shunaqa bir любой parol qo'yasizlar. O'zlaring eslaganda qolsa bo'ldi. Keyin mana shu parollarni qaytarasiz. 1 2 3 2 qilib mana shu parolga ham qaytarasiz. OK deb bosasizlar. Sizda mendaqa narsa chiqmaydi. Agar birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, siz registrga o'tasiz va serverga kirasiz. Keyin sizda 3 ta chiqadi. O'zingiz ya'ni 3 ta chiqadi. Nima deydi? O'ynash bunday qizil, yashil narsalar chiqadi. Shu yashilni bosishga to'g'ri keladi. Xo'p, keyin serverga chiqib ketsangiz, kirsangiz, keyin pastda agar so'rasa registrmi, bu safar login so'raydi. Siz login nima yozasiz? Siz chatga kirganingizdan keyin login mana ma'nosi yozasizlar. Keyin boya aytgan narsa mana endi qo'l keladi. Eslagingizda qolsin degan parollarni 1 2 2 qilasizlar. Mana shu narsani qilasizlar va OK tugasini bosasizlar. Sizlar qachon tizimga kirgan, men sizlarda boshlasa chiqadi agar yangi kirgan bo'lsanglar. Mana shu parollarni ham esda qoldinglar, lekin parollaring sal qiyinroq yoki boshqacharoq bo'lsa, osonroq boshqalar akkauntdan chopib ketishi yoki bironta boshqa akkauntdan o'ynashi bemalol mumkin bo'ladi. Xo'p, kirganingizdan keyin hammasini qilib bo'lsalaring, kirsalaring Artigraph serverda 3 ta epiz turadi. Ya'ni Artigraph serverda SMP, anarxiya va Battle Royale rejimlari bor. Uchalasidan xohlagandan kirib o'ynaysizlar. Lekin bugungi videomizda bizda anarxiyada bo'ladi. Men anarxiya 1 ga kiraman. Bu yerda anarxiya 2 ta rejim bor. Men hatto anarxiyada 1 ta o'ynayman. Bu yangi akkauntim. Shuning uchun bu yerda men hali yaxshi qilmaganman. Mana yerda kuchaymaganman, boyagina kirdim o'zi. Xo'p, mana shuncha odam bor. Xo'p, Artigraph serverga kirgandan keyin bilmaganlar uchun Artigraph serverga kirganlar qanday boshida ronda soladi. Warp credits o'zi nima? Qaytaga mana bu joy warp credits bilan. Bu yerda mana menda hozir ключей 0 turibdi. Buni 1 qilish uchun chatga kirasiz va artifact deb yozasiz. Mana shu artifact stop. Menimcha bu narsani olib tashlagan yoki sizlarda chiqishi mumkin. Xo'p, artifact deb yozasiz va sizga bitta case beriladi. Mana shu case orqali bitta ochasiz. Oddiy case ochasiz. Bu donat case bermaydi. Donatni o'zlaringiz sotib olasizlar. Masalan, mana donat narxi qancha deb so'rasanglar, mana serverga bu yerda bir harfda rankda 1 oylik summasi turadi. Mana askar eng oddiy, eng arzoni 6000 so'm 30 kunga. Hammasi 30 kunga beriladi. Masalan, qahramon 10,5 ming, racer 16 ming, alpomush 22 ming, titan 29 ming, elite 37 ming, afsona 48 ming, general 68 ming va eng oxirgisi, eng zo'r o'yinchilar uchun eng zo'r rank bu imperator ranki bir oyga 86 ming. Agar imperator rankini butun umrbod sotmoqchi bo'lsanglar 260 ming to'lov qilishlaringiz to'g'ri keladi.
Hop, agar biz buni qanday to'lov qilamiz desanglar, buni Telegramdan to'lov qilasizlar. Ya'ni artefaktni o'zini Telegram kanalidan. Uni topish uchun nomini qayerdan bilamiz desanglar, buni oson yo'li bor. Bilmaganlar uchun Donate, mana bunaqa Donate deb yozasizlar va enter deb bosasizlar. Mana sizlarga hamma anavi ranglarni nima qila olish haqida narsalar beradi. Keyin mana bularni ko'rmaysiz. Asosan sizga nima kerak bo'lsa, masalan, rangingiz bor, nima qilarni bilmasangiz, mana shu kirasiz mumkin. Keyin bizga asosiy mana kerak. Ya'ni Telegramda qanday sotib olinadi bu ranglar deyapti. Telegramda mana shu Artigraf admin degan joyga yozasizlar. Hozir hop, Artigraf admin degan joyga yozasizlar. Mana shunaqa to'lovni qilib bo'lgandan keyin o'zi sizlarga karta raqamini beradi. To'lovni qilib bo'lgandan keyin agar isbot bering desa, chekda screenshot qilib tashlab olasizlar. Hop, mana men sizlarga hozir Artigraf serveriga qanday kirishni tushuntirdim. Bu hozir vibe bo'lgan yaqinda odamlar juda ko'p. Mana Artigraf serveriga qanday kirishni ham bilib oldilaring, nima qilishni ham bilib oldilaring. Bo'lmasa, hop, bolalar, sizlar bilanman. Arix bo'ldim va keyingi videoda uchrashguncha sog' salomat bo'linglar.